2,5 sotix yerim bor, hovlisi kengroq, zelon zonaga ko'proq joy ajratilgan bo'lishi kerak degan akalarimiz uchun bitta tayyor loyiha. Loyihamiz 12,5 ga 20 metr joyda joylashgan. Loyihamiz hovlisida avtomobil uchun joy va mana shunaqa katta yashil zonaga ajratilgan. Birinchi etajimizda binomizga kirganimizda chap tomonda mehmonxona joylashtirilgan. Mehmonxonaga hovlidan kirish ham mavjud. O'ng tomonda esa oshxona joylashtirilgan. Koridor oxirida bitta umumiy sanuzel hamda bitta yotoqxona ham bor. O'zini mana shunaqa garderobiga ega. Ikkinchi etajimizda bitta umumiy sanuzel, ikkita yotoqxona hamda ikkita bolalar yotoqxonasi bor. Chap tomondagi yotoqxonamizda sanuzel, garderob hamda o'zining balkoni mavjud. O'ng tomondagi yotoqxonamizda ham o'zining garderobi hamda balkoniga ega. Loyihamiz yoqqan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldiring.